Assalomu alaykum aka-ukalar. Xo'p, sizlarga biz sifatli holatda propanlarni taklif qilamiz va poddelkasi bo'lmagan zapchastlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Kamerani yaqinroq olib keling. Xo'p, akalar ahamiyat berib qo'ysa, Alex miyasi, Pico, buni poddelka varianti yo'q. Men bo'lay, boshqasi bo'lsin, bundan sizdan alda olmaydi. Ya'ni bundan ustunovka qilaman desa, ya'ni Basikoga o'xshab buni ham poddelka varianti yo'q. Sirdaryo metagingizga obuna bo'ling, shuning uchun biz hammasini ochiq oydin aytamiz. Va Evron farsunkamiz. Bu ham 2 ohmning farsunka, ishlash juda ham zo'r. Hozirgi kunga chempion chiqargan farsunka. Buni ham poddelka varianti yo'q. Hop, reduktorimizga keladigan bo'lsak, reduktorimiz atiker bo'ladi. Bu ham original variant, lekin buniki poddelka varianti bor. Hop, propanni ko'pchilik bizga savol berishadi, yana hidi chiqmaydimi deb. O'sha hidi chiqmasligi uchun spesial qo'yilgan shlankadan qo'yadigan bo'lsangiz hidi chiqmaydi. Ya'ni fragment original shlanka. Ichidagi tolalarga ahamiyat berib qo'yasizlar, bu ezsa ham uncha-munchaga ezilmaydi. Propanni hidi chiqmasdan uzoq muddat sizga xizmat qilib beradi. Ya'ni o'zini tusini o'zgartirmaydi. Qish keldi, bu yerga qotib qolib, muammo bo'lmaydi. Har qanday turdagi avtomobillarga siz xohlagandek sifatli propan va metan 24/7 o'z obunachalaringiz uchun taklif qilamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni qayerda sifatli va ishonchli propan qo'ysam bo'ladi deb yurgan tanishlarga yuborib qo'ying 24/7.